Nasıl anlatmak yok ne olmuş bu? Sonuç olarak bu. Bemor aslında yaşlayan artık bemor. Bu mekanizmayı buna faydalı bu hayatta bemor değildi. Hemen ön koşacak mı hiç hemen bir şey oluyor. Bu davranış. Simptom kemerler. Evet, kardiyografi aslında tek 12 o'tamiz davolashni. Davolashda nima qiladi doktorlar? Davolashda qorinni ustini yopadi. Mana buni kengayib qiladi. Mana bu kengayib qiladi. Aslida mana shu buni ustini yopadi, buni kengaytiradi. Bo'ldi, ish hal bo'ldi. Videosi ham bo'ladi. Qancha video ko'rsatib, shuncha ishda esda qoldi, yaxshi qoladi. Bunday qilib. Pathology of the low, or POF, is congenital heart condition. Olmaylar, kasallik esdan chiqmaydi. 4 defekti bor. Yana qaytaramiz. Wikipedia. Qorinchiga beqaras, kanalda ayni norma yuradi. O'tirsin. Just bor. As well as the aorta and pulmonary artery. Okay, so now let's go through these 4 findings in TOF one by one. The first abnormality is stenosis. Birinchisi stenoz. Qayersidan bo'ladi? O'tkatriz. Nima bilan? Stenoz. This can either be narrowing of the valve or narrowing of the infundibulum. Infundibulum muskul qismi, muskul qismi bo'lsa infundibulum deyiladi. Yo'q, klapan o'zida aralash mumkin. Infundibulum muskul esa chiqmasa, muskul qismiga beriladi. Either way, this makes it harder for deoxygenated blood to get to the pulmonary circulation. Demak, o'pka kam qo'yadi. O'pka kam qo'yadi. In response, and this also happens to be the second feature. Keyingisi nima ekan? Miokardium hipertrofiya. Yo'q, qorinchiga hipertrofiyasi. Bu nima hipertrofiya bo'ldi? Savol sizlarga. Stenoz. This causes their heart to look boot-shaped on an X-ray. Bitta narsa aytgan, hech topolmagan narsani yurak et qismi bo'ladi. Et qismi, lekin et qismida chap qorinchiga hipertrofiyasi ham bor-da. Nimaga desangiz, bu yerda chap qorinchiga hipertrofiyasi sababi bemorimda o'ladi o'zicha. Bu mana buni ham endi ehtimollar bular o'ng qorinchiga hipertrofiyasi bor. Chap qorinchiga ham hipertrofiyasi sabab bo'ladi. Bu yerda o'ng qorinchadan chap qorinchaga qo'ydik bor. Bu yerga chap qorincha libero bo'ladi biladi-da. Yusufga et qismi yuradi qo'yadi. Shuning uchun chap o'ngdan chapga o'tdi, chap qorincha qo'yib-ku. Chap qorinchaga et qismi yuradi. Et qismi yurak bunda bor, esa chiqmasin. Et qismi yurak. Aortal konfiguratsiyasi ishladi. Aortal konfiguratsiya. To'rtta defekt bor ekan. Now, in addition to the isolated ventricular sepsis, meaning those that don't have TOF, oxygenated blood is shunted from Bu ikkita holatni aytyapti. Bu hozir aytdik, mana shuni o'sha gap qilayotgan narsa o'xshaydi. less oxygenation of the tissues, right? In fact, shunting can be severe enough to let the oxygen saturation fall below 80%, at which point pathology of flow is actually the most common cause of cyanotic congenital heart defects, accounting for about 50 to 70%. All congenital heart defects in general. Now, it's not quite clear why some babies develop TOF, but it's associated with chromosome 22 deletion. 22 chance o'zgarishmaydi. Ditorji syndrome. Babies with TOF often have Syndromlar, cyanoz, fingernail ends at birth. mamda, sat o'ynash simptomi bor ekan. The baby might not be cyanotic. Nevertheless, having any decrease in the normal oxygenation of blood can affect the baby in a lot of ways. And those born with TOF can have a range of symptoms that turn on, and therefore increasing their oxygen more blood, leading to a sudden decrease in reverses. Bu aytgan narsamiz. Reducing cyanosis, the aorta. Diagnostika o'zamiz. Diagnostika. Birinchisi EKG. EKG qarasa, EKGda o'ng qorincha va chap qorincha yo'nalishi bo'lishi mumkin. Ulardan asosiy qorincha belgilasi.
Ekranda sizga umron standartlar bor, endi bilasizlar. Echo nomer 1 yulduza chaqirasizlar. Echo derslar, echo derslar. Xo'p, keyingisi X-ray, ya'ni grafasi eng grafasi aortal konfiguratsiya hisobiga direkt X-mon yurak beradi. X-mon yurak. X-mon yurak bo'larkan. Aslida mana shu eng nomerali ehodan tashqari. Bitta eho yetarli ko'rishga. Ehodan yozamiz. Auskultatsiyada sistolik shovqin. Auskultatsiyada o'pka arteriyasi nuqtasida sistolik shovqin. Yurak ko'krigi deyarli rivojlanmasligi mumkin ekan. Bundan uchun yurak ko'krigi rivojlanmasligi bo'ladi. Yurak ko'krigi rivojlanmaydi. Mana shu. Davolash. Atrofga taqqardiya bor, lekin nimaga ko'kralik rivojlanmaydi? Kitob ishlayapman. Nega nisbatan kamsiz hipertrofiyasini lekin bir o'rganish kerak. Bilib ko'rish nima uchun bu kitobda ko'kralik xos emas degan joyi bor. Chap qonish hipertrofiyasi oxirgi bosqichlarda bo'lsa kerak. Balki bu shekilda bo'lishi mumkin. Bu ham unga e'tibor balki uni o'shani kiritmaylik ma'lumotimizda olimpiada so'z paytida nima uchun degan savol tug'ildi. Balki bo'lsa bo'lishi mumkin. Men amaliyotda ko'ramiz. Xo'p, videoda faol bo'lsa. Davolash. Nima yozamiz? Davolash birinchi xuruj bo'lgan payti bolani son chanoq tizza, son chanoq bo'g'inidan bukish. Bolani kislorodga ulash. Bolaga promedol 0,1 ml na yoshiga. 0,1 ml na yoshiga berasiz. Promedol. Xo'p, seduksen. Tinchantirish uchun 0,1 yoki 0,2 ml na yoshiga. Mana shular asl davolash. Kislorod, promedol, seduksen berasiz. Promedolni o'zi ichitadi bemorlar. Ularda xuruj bo'lganda beramiz. Xuruj bo'lganda beramiz faqat. Xuruj bo'lgan paytda oddiy vaqtda bemorda 2-6 oylikdan 24 oylikgacha bo'lgan vaziyatda bemorimizda bu xuruj bo'ladi. Bo'lishi. Demak, bu qaysi bilan xuruj ko'pincha 6-4 oylikda. Endi o'zimiz hayot davomida davolashni bilamiz. O'zimiz qon bosim burada shundan pastladi. Qon bosimdan pastladi. Hop ketdik. Bemorlar birinchi diuretiklar berish mumkin ekan. Diuretiklar qanday beramiz? Suyuqlik quygan holatda. Lishni olasizmi? Suyuqlik berasiz. Misol uchun 10 ml natriy reopoliglykol eng yaxshisi. Reopoliglykol. Suyuqlik berasiz. 10 ml natriy. Bu ham mikrosirkulyatsiyani yaxshilashga zo'r effekti bor-da. Umidlardan diuretik formada frosmitlar qo'shib beta-tabletlar berasiz. Beta-tabletlar. Misol uchun metoprolol 50 mg yarim yoshga qarab ketguncha yarim tableta bir mahal. 50 yarim tableta bir mahal. Yoshi o'sh qatlash bo'lsa, keyin 2 mahal yarim tableta 2 mahal boshlanadi. Metoprolol. Metoprololimiz
Steroz kuchayib ketsa, bemorda qisqa tashqi omillar tuzilishi mumkinmi? Agar bemorda atsidoz bo'lsa, bemorga natriy gidrokarbonat qo'yish mumkin. Natriy gidrokarbonat qo'yish mumkin. Hop, plus vitamin terapiya, vitamin B1, plus kokarboksilaza 50-100 mg, plus qilish mumkin ribaxin metabolit, ribaxin 0,2 mg bor, 0,2 tablet, 0,2 bor, bir tabletka 2-3 mahal berasiz. Yoki ribaxindan 1 ml 5 ml yoshga qarab berasiz. 1 ml 5 ml gacha ribaxin. O'z kartalarga ichma qolgan ribaxin 10 ml kartalarga bolalarga 1-5 ml siz beradi. Ular katta metabolit sifatida. Natijada qamayni mo'jaz qildingiz hozir? Atsidoz. Beta-lactamni soni kamaytirishga, kamaytirishga va qon yuvish uchun ham reopoliga ham buyurtma. Mana shu narsa, boshqa narsa yo'q. Ichini tanash. Yana elektronikni qo'yish kerak to'g'risida. Boshqa narsa yo'q. Yozinglar. Endi ichiga qo'yishsa hech qanday albatta qo'yaveringlar. B1ni misol uchun B kompleksi mushakbasi qo'rsa bo'ladi, kam miqdorda. Yoki kokarboksillazani mana buni ichiga qo'shib qo'yinglar misol uchun. Reopoligon ichiga qo'shib bo'ladi. Kokarboksillazani reopoligon ichiga qo'shib bo'ladi. Ribaxin o'zi ham to'g'ri qilib bo'ladi. O'sha o'zinglar yurak belgisi mumkin emas. Yurak belgisi mumkin emas. Ahvolni og'irlashtiradi. Yozinglar, o'pka arteriya stenoz bo'ladi-ku, o'shanga ham diagnostika qilib o'tirmaylar iloji boricha. Stenoz bo'lgan joyda stenoz deyiladi, bu yerda qilish mumkin emas. O'pka arteriya stenozi bilan bunda diagnostika qilish mumkin emas. Yurak belgisi mashhur emas. O'zi diagnostika qanday milligramga beriladi? Qanday chiqadi? 0,25 foizni bermaydi. Mana sizlarga kasallik. Mana shu. Savol bormi? Davolash kerak. Diagnoz eng zo'r qaysi dars qo'yishdi? Video qancha bo'ldi? Video qancha bo'ldi? 52 minut. Yetadi.